Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm hürmetli televizyon qarindoshlar. Sual ve cevap namlı programımızın yeni sahne arkalık sizler bilen yeni yüz görüştük. Bugünkü programımızın aziz mühimine Şarkı Türkistan Ulemalar Birliği Reis Vekili Ustaz Mahmudcan Damallam. Damallam programımıza hoş geldin. Ben Riyasetçi Abdullahat Ucat. Hürmetli qarindoshlar, bugünkü programımızda ayollarga alaqadar ahkamlar haqida to'xtalib o'tamiz. Damallam programmamizni birinchi savol bilan boshlasak. Endi hozir shu Istanbulda pat-pat namoyishlar bo'lyotdi. Bu namoyishga ayol qarindoshlarimiz, xonim qizlar chiqyotdi. Bu haqda endi ba'zi o'xshamagan fikrlar yoki fatvo bergan shu masalaga aloqador gap so'zlar qilgan ayol ustozlar bo'lganligi uchun shu nima haqida, ya'ni ayollarning namoyishiga chiqishi haqida bizdan bir turkum ayollar bu haqda bir aniq javob berishni talab qilgan bo'ldi. Shu savolning javobini bugungi programmamizda müşahede bersak. Savolning qisqacha xulosasi ayollarningki namoyishlarga qatnashishning islomdagi hukmi nima? Bu vaqt qisqacha. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Thumma amma ba'd. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Allah subhanahu ve taala bu filgramimizni yüzümüz ve halkımız üçün menfaatli qilib bersin. Yaqin so'zlashga nisib qilsin. Xatoni so'zlashdan Allah o'z panohida saqlasin. Birinchi o'lab yuqorida sildab o'tgandek ayollarningki namoyishga chiqishi, ya'ni siyosiy mushunaq faoliyatlarga qatnashishi haqida bir qism ayollar fatvo so'ragan bo'ldi. Chunki bir qism ahli ilmlar ayollarningki bundaq namoyishlarga qatnashishi bu to'g'ri emas. Chunki buningda asosliq 3 xil bir xato ish bor. U bo'lsa birinchisi ayollar uydan sirtlarga chiqish to'g'ri keladi. Allah Qur'oni Karimda ayollarning ko'pincha holatda uyda o'ltirishga buyurgan. Buning zid ayollarning undan namoyish chiqimiz, u yoqqa chiqimiz, bu yoqqa chiqimiz deb yurishi. Ikkinchi, avtobusda bir avtobusda chiqadi ekan yo ikki avtobusda chiqadi ekan, ayollar aralashib chiqadi ekan, ya'ni bir avtobusga chiqadi ekan. Unda bo'lgandan keyin ayolning aralashishi to'g'ri emas. Unda bo'lgandan keyin bu xato namoyishga chiqishi. Uchinchisi, chiqqandan keyin ayollar gap qiladi ekan, vaqiraydi ekan, to'laydi ekan. Bu ayollarningki undaq gap qilishi yoki vaqirishi, ovozimi avrat deb nima bor? Unda bo'lgandan keyin mush 3 xil sababdan ayollar bundaq faoliyatlarga qatnashib bo'lmaydi deb mushundaq fatvo berilgan yoki mushundaq degan ahvollar yuz berdi. Shuning uchun buning hukmi nima? Zodi biz chiqsak bo'lamdi yo chiqmasak bo'lamdi deb fatvo so'radi. Buning qarta hamda biz birinchi nuqtadan boshlasak, Allah subhanahu va taolo to'g'ri Qur'oni Karimda va qarna fi buyutikun va la tabarrajna tabarrujal jahiliyya deb ayollarni uyda o'ltirishga tashabbus qilgan. Bu uyda o'ltirishga tashabbus qilish deganlikning o'zi ayollar zodi sirtqa chiqsa bo'lmaydi. Sirtqa chiqib ko'chalarda yoki bozorda yoki har xil so'rinlarda to'y-to'kun u ham bu ham bosib bo'lmaydi degan mazmunmi yoki buning ma'nosi boshqami desa, albatta bundaq emas. Ya'ni uyda o'ltirish deganlik uyda o'ltirishi yaxshi. Hem şu ayet bilan qo'shib ikkisini sizlar uyda o'ltiringlar va jahiliyat ayollardek yalavaşlanmanglar degan so'zni keyindan ekeldi Allah subhanahu va taolo. Ya'ni bu yerda sirtqa chiqish bo'lsa-mu, jahiliyat ayollardek undaq yalavaşlanib, avratlarini ochgan holatda sirtqa chiqmanglar deganlikni bildirdi birinchi bo'lib. Ikkinchi bo'lib, behuda eralning ruxsati yo'q masalan. Behuda bakadan baka sirtqa chiqib yurgandan uyda o'ltirishninki yaxshi ekanligini ayollarga nisbatan mush hukmni bildirdi. Lekin uydan chiqishni cheklaganlikni ma'ayatdan cho bildirmaydi.
Yani şeriat ayollar öyden çıkmay, öydilem oltırış kerak deydigan bundak hüküm yok İslam şeriatida. Şunun için ayollar tarihten bu yan, mesela Resulullah'ın zamanından başlap, bütün Peygamberimizin seferlerinde ayollar batı. Ayollarını Peygamberimiz elip çıktı. Hac ömürlerge ayollar bardı. Resulullah'ın kiyim mu? Musulmanlar hayatına bugünkü kadar ayollar haclarga bağan, ömürge bağan ve başka her xil işler için sırtqa özünün hacetlerini ada qilish için çıkan ahval İslam dünyasında musulmanlar içinde tarihten bu yan ba işler. Şunun için ayollarning umumiyizlik sırtqa chiqish to'g'rimi, to'g'ri emasmi desek, elbette sırtqa chiqish to'g'ri, ma'lum shartlar ostida. U bo'lsa-mu eng birinchisi cahiliyet ayollardek yalang'ochlanib avratlarini ochib chiqmasligi kerak. İkincisi, yani başqalar alohida purab, azab noch atir ishiltibdi ma ayol deydigan darajada atir ishiltib, purg'unayt o'tkir atirlarni ishiltib sirtqa chiqishi to'g'ri emas ayolning. Haram. Yani sirtqa chiqqan vaqtida boshqa odamlarninki diqqatini chekkudak holatda yasanib, başqalarning diqqatini chekkudak darajada zinnatlanib, girim qilib, atirlarni sepib masalan, ma şekilde ayollarning sirtqa chiqishi to'g'ri emas. Bu vaqtda qandaq bir ayol atirsin sepib, başqalarning diqqatini qo'zg'ash uchun sirtda yursa, yollarda mangsa, bundaq ayol jannatning turqini purayanmaydi degan tahdidlarmi alohida bor. Shuning uchun birincisi hijoblangan asosda, ikkinchisi atra ve şununla o'xshagan girimlarni haddidan ziyoda qilib kishilarning diqqatini qo'zg'aydigan darajada girim qilib atir sepib sirtqa chiqish bo'lmaydi. Buningdan boshqa holat shu desa, normal holatda hijob qilinib, o'zining bozorga chiqdi, do'konga chiqdi yoki hajga vadi, umriga vadi, bijadi badi masalan. Bunda holatda shu desa, ayol kishi sirtqa chiqsa bo'ladi. O sirtqa chiqishni cheklaydigan bir dalil yo'q. Bizning dinimizda İbadet bo'lmagan har qandaq ish dalil bilan harom bo'ladi. Dalil kelmagan bo'lsa, buni cheklamagan bo'lsa, hammasining hukmi shu, bu durust ishlar doirasida. Shuning uchun bu masalaga sirtqa chiqish chiqmaslik masalasida shu kishilarni fitnaga tashlaydigan yoki o'zini fitnaga tashlaydigan, girim qilgan, atirsi qilgan hijob yoki hijobsiz holatda sirtqa chiqish to'g'ri emas. Shu shartlarga rioya qilgan asosda sirtqa chiqish shu u to'g'ri. Bu Resulullah'ın hayatını tatip ta bugün kadar ayollarning sirtqa chiqqanligi aniq, urushlar qatnashganligi aniq. Mayli Ummu Sulaym bo'lsin, Ummu Malhan deymiz tarixda Hunayn urushlarida ve başqa necha urushlarda ayollar odatda musulmonlarningki jarohatlanganda davolaydigan, tamoq yetadigan, suv tushiydigan mushundaq ishlarni chu ayollarmi qildi. Bazı ulamalar mesela ayollar cihatga chiqishda musulmonlarninki islom askarlari kuchli bo'lsa, shu jihatninki aminligiga bakroq ishonchi bo'lsa chiqsa bo'ldi, bo'lmasa ayollarga xatar olib kelish ehtimoli bo'lsa chiqmasa bo'lmaydi degan ko'z qarash bor ekanamda. O taraflarga zaten bizningki bu İstanbul'daki yoki boshqa devletlardaki namoyishlar o kirmaydi hamda. Onda bir xatar. Bu yerda cihatga chiqish masalasida olimlarimiz ayollarga cihat vojib bo'lamdi yo'qmi desa, normal holatda bir shaharni fath qilish uchun, yangidan bir yana islom zaminini qo'shash uchun ayollarga cihat qilish vojib emas degan. Jumhurning qarashi. Chunki ayollar ojiz bo'lganligi uchun mümkün esirge çıkıp kalış ihtimallık buludu urushda. Yaki düşmanlar vay bula ayollarını elip çıkıptı. Yüzde aciz oğaçka ayollarını asker kıptı. Dep muşunda qaraydigan ahval yüz birdi. Şunun için ayollar vacip emas degen. Lekin ayırgan alimlerimiz. Qanda ayırgan dese bu cihadu talab. Yani başka bir yeni bir zeminni İslam zeminini qo'shash uchun yoki bir yerde İslam davet elib berish uchun kılıngan cihatlarga çıkışkı bulmaydı degen. Yani çıkış vacip emas degen. Lekin düşman Müslüman zeminini besib alsa bizning vatanimizda Müslüman zeminini besib algan holatda shu desa, ayollarmu qo'ldan kelishcha hatto o'zining erining ruxsatisiz shu düşman qarshi turishga buyurilgan.
Xo'jayin bo'lsa, o'zining xo'jasidan qul bo'lsa, ruxsat so'rashning hojati yo'q. Ayol kishi o'zining eridan ruxsat so'rash hojati yo'q. Musulmon zaminiga besib kelgan dushmanga qarshi turish bu chaqda shu ayol hamma odamga vojib bo'ladi. Shuning uchun bu ikki masalani ayirishimiz lozim. Bizning ayollarimiz cho desa, bizning xalqimiz biz bo'lsak, vatanimiz besib verilgan bir xalq. Dushman bizning zodi zaminimizni besib olgan bir xalq. Unda bo'lgandan keyin bizning mayli er bo'lsin, mayli ayol bo'lsin, hammamizning bu dushmanga qo'limizdan kelishicha qarshi turish mas'uliyatimiz bor, majburiyatimiz bor. Bu nuqta aniq bo'lish kerak. Shuning uchun ayollar, ya'ni dushmanga bo'lgan noroziligi, nafrati, o'zining achchig'ini bildirish ve vatanimizdeki Müslümanlarınki ne kadar ağır halet ekanligini dünya halkıga tushundirish maqsadida namoyishlarga chiqish uchun uydan chiqish şu elbette bo'ladi. Andan bular ikinci bir nokta Abduzda bir Abduzda Anın o'tashdan burun yana qisqachilik aytgancha bizningki chet eldagi hozir hamda Xitoyga bo'lgan har qanday faoliyat ki bizninki Uyg'urlarninki er olsun, ayol olsun, çoğun olsun, küçük olsun qatnashishimiz zarur endi shunday. Zarur albatta. Shuning jumlasidan ayollarning namoyishga chiqishiga bir cheklama yo'q. Hech qanday cheklama yo'q. Cheklama yo'q. Erlarni buni to'sash haqqi yo'q. Ya'ni zaruriyatsiz holida. Buningga endi manda bir masala bor bu yerda. Erlar mesela ma'lum bir er kishi mayli o'zininki uydagi bolalarninki holidan xabar olish maqsadidir bo'lsin yoki zaruriyat kullash maqsadidir bo'lsin yoki qaysi maqsaddan bo'lsin ayolni masalan bundaq namoyish faoliyatlariga qatnashmaysan deb turib oldi masalan. Tabiiy holda chekilmasligi lozim. Erlarni cho'qim buning sharoit yaratishi yüz chiqolmay qolsa, ayollarim bo'lsa, chiqsa, yüz ishlaydigan bo'lsa masalan, buning sharoit yaratib berishi lozim bu mas'uliyati. Dushmanga bo'lgan o'zining nafrati, noroziligini bildirish uchun. Lekin bir er masalan, ma'lum ayda odamlar bor deyishimizda, o'zining ayolining yoki chiqishini qaysi sababdan bo'lsa xohlamaydi-da. Har qanday bir sababdan xohlamasa, bu chaqda u ayol cho desa, turmushni buzdigan darajaga berib, men zodi chiqdim deb eri bilan urushib, oilani buzib, balni yetim qilgan ishni çok qilmaslik lozim. Chunki biz bu yerda hozir bir tarafdan bir urush maydoni emas bu. Darhol dushmanga biz zarba berdigan, masalan, zodi bir musulmon ayoldan biz chiqib, avtomatni olib atirgan bir sharoit emas. Dushmanga zarba berdigan, erining ruxsiz chiqib kurash qilsa bo'ladi deydigan dushman hozir oldimizda yo'q. Unda bo'lgandan keyin bu bir simonlik bir ish endi bu namoyish qilishning o'zi. Shuning uchun men namoyish chiqdim degan bu ishtiyoq bilan uyda jidallashib eri bilan uyni buzadigan, bolalarni yetim qiladigan ishni ayol kishi qilmaslik lozim. Ayollarni bir tarafdan erlarni ayollarninki mushunda har xil faoliyatlarga qatnashishga yo'l qo'yishi, rag'batlantirishi, sharoit yaratib berish mas'uliyati bor. Buni qilish lozim. Ayollarni cho desam, ma'lum erlarni, jiq erlarga azrashina qiladi. Ma'lum erlar o'zining kallasidagi ma'lum tushunchalar bilan bo'lsin, ya bu namoyishning foydasi yo'q deysin, ya har xil qaraydigan odamlar bor endi. Yoki o'zining ayolini bak kullisin, masalan, qanday sababdan ayolni chiqmaysan deb buyurgan bo'lsa, chiqmasligini talab qilgan bo'lsa, to'sqan bo'lsa, bu chaqda ayol o'zining erining gapini anglab, oilasini qo'g'dishi, eriga bo'ysunishi zarur. An ikinci Abduzda birga chiqish masalasi aralishish, ya'ni er ayollarning bu namoyish chiqqan vaqtda aralashib ketish ahvoli va degan bir masala va bu yerda. Aralashish deganlikning o'zi bu masalani aloqa chiqsa bo'lmaydi deb fatvo bergan berganlarninki dalilamdi bu. Mushu bir qism olimlarning fatvosi bor bu to'g'riliq zodi. Xususan bu ahvol nima bo'ladi desa, Saudiyada bir bergan fatvoni, Saudiyadagi bir muqim davlati va hokimiyati va bir rayonda tabiiy holda olimlar namoyish chiqish harom endi ularga fatvo. Uning fatvosida umumiylik, masalan, namoyish chiqish harom deb fatvo beradigan ham davlati va ham minasi bor. Bir xalqqa berilgan fatvoni bizning Uyg'ur jamiyatiga shunday ham ko'tarib akkagan bo'g'achqa kelib chiqqan natija bu.
Onun delillerinin bir şu hem de. Şu namaş kılışını ya ayallarının bunun katnışını çekleştiki delillerinin biri ayal arılışıp gitti o diyen hüccet hem de. Doğru. Bu hüccet ayallarının ki arılışış meselesi bunu nim bilen ölçeymez. Yani umum yüzlük zat bilen ayal bir turup kasıya arılışıp geçse bu haram mı? Diyen bir sual var bu yerde. Eğer ayal mutlak her kanday yerde arılışıp gitip kılışı, bir yolda bilmemek kılışı mesela ya bir dükkana bilip kirip kılışı, bazalda ayalla yollarında menip kılışı bu haram değilse insanlar yaşaması oldu mu adın yani. Normal İstanbul'un koçap tuzları, tramvaylar. Mesela yani hatta en birincisi Kabe'de tavaf kıygandan başlap mesela Kabe'de biz tavaf kıygan vakitte tabi halde ayal arılışıp tavaf kırdı. Adet Peygamberimizin zamanı qaraydigan bolsak, Resulullah'ın zamanında erlerninki kirdigan işki mescidge, ayallarning işki bir idi. Mesela dinimizde başta erler birinci septe oludu, ikinci septe ballar oludu, üçüncü septe xonsalar oludu, dördüncü septe mesela ayallar oludu. Yani ayallar bir septe, yani bir mescitte bir urunda namazı koydu. Şu mescid kirdi, şu mescidin çıktı. Şeriat bunu çeklemeyen. Tavaptı mı şu? Tavaptı mı şu deyse umumiyizlik ayal ayrım vakit belgilep mesela erle ayrım ayalla ayrım tavap kılış lazım. Bu tavap kıyga vakitte arılışıp kesi bulmaydı o. Dep manda hüküm kıygan emez tarihten bu yan. Unda oğan dikin bu arılışış kaysa halette haram deyse alimlerimiz bu arılışış digellik mesela ayal abduzda mesela bir orunda oltadı. Bedelleri bisi tigip kaldı. Muşundak oturuşunun iz haram değillik. Yani amal kılıp akiş şu. Ür turup kasmeyle abduzga çıkan vakitte bir ayalının yenig berip bulat mı hususen oturdu hiç kandak tusancı yok halette. Oturdu hiç kandak tusancı yok halette orundukta bir ayal bilen akiş şu oltamaslığı yakşı. Meyli İstanbul'un abduzda olsun, meyli tramvayda olsun, meyli kandak nasırı olsun. Ve şundaklı bir ayal kişimi amal kılıp aşındak tigip kaldığın halette bolsa. Hem de bazı az sandık alimlerimiz arlık tosancı olsa ya ki somka bijnasını koyup koygan asasta beden bisiga tigip kalmaydigan halette bolsa onundan başka katnaş vasıtası bolmasa aşınanga bir insan özünün hajetinden çıkış üçün mecbur bolup kalsa, ihtiyaç çıkıp kalsa oturdu bir tosancı koyaglık halette oltası bu ihtilat yani arılış haram degen arılış katarı kirmeydi degen. Bu haram degen arılışış nimini değmez dese beden bisiga tigip kaldığan bir yerde olturuş, meyli bu olturuş mektepte bolsun, meyli abduzlada bolsun, meyli nimidi boluştan kat'i nazar ço beden bisiga tigip kalmasa bunu arılaşkan demeyimiz emdi. Kaçani ki beden yutu bilen yutu tigip kaldı mesela, mürü bilen kolla tigip kaldı. Muşundak şerait astırıcı biz haram degan xatoga kirib qolamiz. Bugungi kunda xususan İstanbul'daki yada endi abduzga chiqib yoz vaqtlari ya metrobuslarga chiqib menish tas. Endi Xudoyim o'z panohida saqlamasa, nurg'u vaqtda o ayallar shu yarim yanash degandek shunda tug'an o maqsadsiz holatda tegib qoladigan ahvollar yuz berishi mumkin o'tkicha. Buni inson gunohkor bo'lamdir desa albatta gunohkor bo'lmaydi. Maqsadsiz biz aşında bir katnaş vasıfı çıkıp kaldık, kolumuz ya bijirimiz ya mührümüz mesela tiktip kaldı. Lekin bu maksatlik halatta, şehvet olan maksatlik halatta aşında her kandak bir özününki malum azasını nim boluştan qaysı meyli kol olsun, meyli mührü olsun bir ayalgı tek yüz şu, bu eğer günahkar olur demde. Ayal mı hem şunda, ayal mı ergi tek yüzse eğer günahkar bulurdu. Lekin bizning bu namoz chiqqan holat shu desa, ko'pincha holatda nurg'u vaqtda ayollarga abduz ayrim, erlarga abduz ayrim. Hatto birga chiqqan taqdirdimi, bir abduzga chiqqan taqdirdimi qanday bo'ladi desa, cho'qim ayollar bir tarafda, erlar bir tarafda yoki ayollar oyoqda, erlarcho bosh tarafda mushundaq o'ltirib chiqadi. U bir o'rindiqda o'ltirib, masalan, bir er bilen yat bir er bilen bir ayal bir orundukta olturduğun iş bu namaz çıkıdığın ayallar şu bundak ahval yok. Unda boğandın ki bu yada şeriat şekligen arılışıp bitiş var diyelik mi buna düşmeydi. Bu arılışış bu insan xuddi tavab qilgan vaqt arılışıp qalgandek
masjidga kirib chiqqan vaqtda eshikning tüylerida beshikdan kirib qolgandek bir ahvol hamda. Unda bo'lgandan keyin shunga bu aralashib ketish va degan hujjat bilan bu namoyishga chiqishni harom qilish bu dalil tarafdan-chu harom qilishga yarmaydi. Ondan 3-nuqta ayollarni gap qiladi ekan u yerda yoki to'laydi ekan, vaqiraydi ekan. Shuar to'laydi ekan. Shuar to'laydi ekan. Desa bu shuar to'lash gap qilishning o'zi, ya'ni birinchi o'lab ayollarning ovozi avratmi, avrat emasmi degan savol tug'iladi bu yerda. Jumhurul ulamoning qarashida ayolning ovozi shu avrat emas. Allah subhanahu va taolo Qur'oni Karimda "Va la yaxda'na bil qawl" dedi. Ya'ni bu yerda "Va la yaxda'na bil qawl". Yaxda'naning ma'nosi nima desa, bizning Uyg'urchada nazlanib gap qilish. Ya'ni o'zining ayolligini ifodalaydigan har qanday bir er kishi o ovozni, o gapni anglasa, ma ayolning ovozi azab mandakan deb qoladigan darajada nazlanib, akilab gap qilishning o'zini al-xudu' bil qawl deb ataydi Qur'on. Ya'ni arab tilida. Ya'ni nazlanib gap qilish, akilab gap qilish, mayli bu nazlanib qilgan gapni kishi qilsin ayolga yoki ayol kishi buni qilsin, ishkilisiga o'xshash harom. Har kishimi bir ayolga nisbatan ashunda ayolninki hissiyatini qo'zg'ash yoki o'zi qartish maqsadida ashunda o'ynab gap qildigan bo'lsa, har kishiga nisbatan shu bu to'g'ri emas, yot bir ayolga. Shuning uchun agar umumiylik gap xato bo'lgan bo'lsa, ya'ni ayolning gap qilish xato bo'lgan bo'lsa, "Va la yaxda'na bil qawl" demaydi. "Va la yaqulna" desa bo'ldi. Ya'ni ular gap qilmaydi desa, bu chaqda desa, ayollar gap qilmaslik lozim yot erlavayada degan dalilni olish mumkin. Lekin bu yerda "Va la yaxda'na bil qawl" dedi. Unda bo'lgandan keyin bu yerda u bir odamga nazlanib, bir odamning havasini qo'zg'ash uchun yoki boshqalarni o'zi qartish uchun gap qilmaydi. Namoyish chiqqan ayollar shundoq jonliq dushmanga bo'lgan nafratini, zolimga bo'lgan o'zining nafratini ifodalash uchun shuar to'laydi yoki shu zolimni ayiblaydi, tillaydi. Shuning uchun biz islom tarixiga qaraydigan bo'lsakmi, tarixdan buyon ayollar gap qilgan. Payg'ambarimizning, Oysha onamizning nurg'un hadislarini boshqalar sahobalar va sahobadan keyingi tabiinlar nurg'un odamlarcha o'rganib shuni bizga yetkazdi. Tarixdan buyon mayli Qur'on yodlatgan nurg'un ayollar va erlarga Qur'on yodlatgan. Hadis olimlarining qatoridan nurg'un ayol hadis so'zlagan olimlar bor. Va mayli fiqhda bo'lsin, har qaysi sahada ayollarning qatoridan nurg'un islom madaniyati, islomning gullanishi uchun gap qilish orqali as qo'shgan nurg'un olimlar bor. Olim ayollar bor. Unda bo'lgandan keyin demak bu yerda gap qilishning o'zi, ya'ni ayollarningki ovoz chiqarishning o'zi bu to'g'ri emas degan dalilmi ayolning uyiga chiqib gap qilishi uchun yarmaydi. Bizga kelgan bu din hem erlarninki hem ayollarninki avloddan avlodga o'gitishi bilanchu kelgan. Erlar ayollarga o'gitdi tarixdan buyon. Ayollarmi hatta İmam Buxoriyning ustozlarining qatorimi ayol Sheyx Alim Bati va boshqa har katta muhaddislarning ustozlarining qatoridan ayollarmi Bati ayolning ilm o'gitishi, Qur'on yodlatishi erlarga bu shariat cheklanmaydi. Tabiiyanda her tarafço fitne bo'lishning oldini olish lozim, fitnadan saqlanish lozim. Fitnadan saqlangan asosda ayolning yaxshi ish qilishi qat'iy cheklanmaydi. Shuning uchun bularning bu o'ttir qo'ygan dalilning hech qaysi bu namoyishga chiqishni harom deyishga yarmaydi. Ya'ni unda shu to'g'riliq dalillar emas, boshqa mazmunda kelgan dalillarni mabagicho ishiltish va bu masalada. Shuning uchun ayollar namoyish chiqsa bo'ladi, chuqum fitnaga sabab bo'lib qolishdan saqlanish lozim. Hijobsiz chiqmasligi lozim, ya'ni hijobli ayollar tabiiy holda bundaq deganlik hijobsiz ayollar namoyish qilsa bo'lmaydi demoqchi emas. Uyg'urning hammasi hozir qanday nima ish qilish lozim. Ba'ucho desa, shar'iy hukm bilan yashaydiq da'vatgan ayollar chuqum bu yerga chiqishning o'zi xato ekan deb chiqmay qolmasin demoqchi. Tabiiy holda biz umumiylik hijobsiz ayollarning hijoblanishini islom kiyimi bilan, ya'ni musulmon ayollarning kiyimi bilan kiyim kiyishini talab qilamiz, umid qilamiz. Allohning ularning qalbiga hidoyat tashlashini Allohdan tilaymiz.
Allah razı olsun da oğlum. İkinci sualımızı kelsak, yukarı degandek bugünkü programımızın asaslık temaları şu ayarlarla alakadar buldu. Mesela bir ayal kişi özünün yoldaşının kavri yok halde toğmaslıkta sebep kası bulamdı. Mesela biraz uçuklasak andı. Bir ayal yeni bir adam bilen toy kıldı. O yoldaşı bilen uzun öğüt şencisi yok. Ya bu adam bilen toy kıldım ama bu üyümüz, tutuşumuz, nikahımız devam kılamdı. Kılanmaydı, işence kılanmay kaldım. Şunu bir mezgil bir toğmay tutsam dayılgan niyette yerine uğtamay sebep kıldı. İkinci birisi mesela ayal kişi qo'saq degandan keyin ham ta'minlar bo'lgandan keyin bu ayol ma'lum sabablardan qiyinchilik tortishishdan qo'rqib masalan ma'lum kasallik va yoki zaten meni 4-5 balam bor hozir bu bolani baq bo'lmagan chog'imda yana bu yerim meni to'lqinlayotidi shunga bu tug'mayman desam unumaydi tug'ay desam taxamon qabul qildi shunga bunga uqtamay jidal chiqarib qo'yacakka o'zim chaqlab chorasini ko'rib bunga qilsam dar gap yoki boshqa bir ish qilsam qanday bo'ldi degan savolning yana bir shaxchisi. Yana bir gamda shu bizdan shanaqa gap so'rgan ba'zi savollar ama shu birinchi shiqqiga o'xshash ya'ni savollarki shu yo'ldoshini yaxshi ko'rmaydigan ayollar mecburi öğütüşüqa yani qalgan bir kısım ayollar memdi. Ben bu adamdan balam olap olacak balam olmasın ya benim. Degan maksat qilib ashundaq yo'ldoshga demay daryo oldigan ba'zi sabablarni qilib olgan ahvollar mavjud ekan. Yani umuman qilib aytgancha qilsa bir ayol yo'ldoshidan xavri yo'q tug'masga sabab qisqada bo'ldi. Tafsiloti söndürüp ötkendek şu 3 nokta var. Bunun qoma qisqacha tushuntirib berasizlar. İslamda kökmeni. Birinci olab to'y qilishdagi maqsad g'oyaning shariatda nima ekanligini bilishimiz lozim. To'g'ri. Shariatda to'y qilishning eng birinchi g'oyasi ya'ni dunyoni gullantirish uchun, inson avlodining uzilib qolmasligi uchun avlod qoldirish. Avlod qoldirish to'y qilishning eng birinchi muhim g'oyasi. Şunu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Peygamberimiz tezevvecu el-velud el-vedud fe inni mukathirun bikum el-umeme yevmel kıyame. Sizler yerini yaxşı gördiğan hem şundaqlı köp tuğuduğan ayallarını elanlar. Ben ümmetimninki köplüğü olan kıyamet günü çok pəxirlerimen başka ümmetlerini aldıra degen. Şunun için her qandaq bir Müslüman toy qilgan vaqtda şuqum bizning hayotdagi turmush qurishdagi eng buyuk g'oyamiz avlod qoldirish deganni niyat qilishi lozim. Bo'libmi biz Uyg'ur xalqidek bugungi kunda qirilayotgan vatanimiz dushmanning ostida qolgan bizning xalqimizni qirib tugutiman deb mushundaq nishon bilan mengayotgan bir dushmanga qarshi turimiz degan irodamizda mustahkam bo'lsak, shuqum hozir bugungi kunda har qanday Uyg'ur ayollari Uyghur ata-analar şoqum özünün ballarının köp buluşuğa tirişçanlık qilish lazım. Bu birinci nokta. İkinci andın erininki ruhsiz bir ayol kishi tug'ut cheklash uslubini qo'llansa bo'lamdi bo'lmamdi desa erinin ruhsiz tug'ut cheklash mayli dori ish olsun mayli boshqa bir ish qilish olsun qilish bu shariatda haram. Şuqum eğer şeriatta haram nima uchun desa bola ko'rishning o'zi bu erning haqqi. Bu ergimo haram yani ermo o'zining ayoliga uqtumay dori güzep ya uni qilib bunu qilib ma xotnim tug'masin desa bu mu haram? Yani her iki taraf ikili taraf nima desa Peygamberimiz sallallohu alayhi ve sellem sahabelerge izni qilgan azli qilishqa. Azli qilishqa izni qilish qachon desa bu her ayol olsa onun ruxsati bilan degan. Yani her ayol olsa
bu her ayalının ruhsatı bilen izni azlik kılışkı şu Peygamberimiz yol koygan. Bunda digenlikning ma'nosi nima desa, agar u ayol ruxsat qilmasa, ayol kishi azli qilishga bo'lmaydi degan gapimdi. Xo'sh. Xuddi shuningdek, bola ko'rish ham erning ham ayolning haqqi. Turmush qurgandan keyin. To'g'ri. Unda bo'lgandan keyin agar ikkili taraf mayli bolalarningki nimasi uchun masalan sağlam çoğun oluşu arlıqda azraq arlıq qaldıraylı 3 yılda bizim toğsun ya mesela balımında çoğun boğan yakı manda küpiyle dep retleş üçün işkilis ittifaqlışıp Şunu ma'lum kichik tuysa buludu. Azlik qilishning durust deganligidan keyin so'moqchi edim, hozir sizlar deb qoldilar. Endi bizningki xalqimizningki ko'pincha qarindoshlarning kalıstı aydın olmayan mesele, mesela Arapçadaki tahdidin neslen tanzimin nesli. Yani tahdidin nesli fakat toğmaslıkka sahip kılış mesela. Anınki balyatkısını elbetiş ya ki başka toğmusun da burada çek. Bütünle inimi kılış hem de. Hazır Xitay kılıvatkan okşaş. Hem de hazır sildigендek mesela çetelde hususen ballarda küçük arka bir yaş fark etmeyim de toğulup kalsa kınçılık atıp gelmez. Bekıştık yeni bulduk yani. Şuna çoğumusu bir 2 yılda, 3 yılda bir sel yine çoğaytıp ondakin toğsak o'tdi deb aşında qildigan ahvollarma 101 demde. Bununki ikkisininki masalan farqi nima islomning hukmi. O şu masalan ba'zilar ikkinchi xildagi nima masalan biraz sildegandek bir ratlab masalan mana 2 yılda, 3 yılda bir to'g'sin, ma bir yaxshiroq cho'ng'itib olib ondakin nima qilsin qiyinchilik tatib qoldi ekanmiz degan nima unimi harom, unda qanday bo'ldi deydigan ko'z qarashdiki aynan tushunib olganlarmi bor ekan endi. Bu masalani bir musaraza. Buningki birinchisi faqat tug'mas qilib o'tish bu harom. Butun olimning ittifoqi bilan. To'g'ri. Faqatla bo'g'ab masalan, mush normal sharoit ostida bizning vatandagidek Xitoy majbur bo'g'isa u ayrim masala. Onu şu aşını qiyğanlı cinayetçi. Qılınğanlarçı Allah ulanın acizlik sebebinden özrüsünü qabul qiladi. Allah ulanı cezalamaydı. Lekin normal sharoit ostida chet elde bugünkidek kunda şu desa, umumyuzlik tug'musin maxutun bo'ldi deb umumyuzlik chekli o'tishning o'zi bu haram. Bu chunki to'y qilishning asosli g'oyasiga zid. Allah subhanahu va taoloning biz har qanday narsani jup yaratdik degan qonuni, undan keyin ularninki ballarını yarattık degan muşulun hemmesi zid. Şu umumiyizlik çekilmeslik lazım. İkinci bu arlık kaldırıp toğuş meselesi alimlerimizin umumiyizlik degidek toğru degen nimge esasen dese Peygamberimizden azli kılışqa ruhsat qilganligi azli qilganlikning o'zi shu desa bala bo'lib qolmasin deb qildi sahobalar. Hozir bala bo'lib qolmasin deb qildi. Shuni Peygamberimiz ruhsat qilgan. Her ayal olsa aş ayaldan ruhsat so'rab andan qilishqi buyurgan tashabbus qilgan. Unda bo'lgandiki mushadisning o'zidan bu yerda aş azliq qilishning o'zida durust bo'lganligi shu bola bo'lib qolmasin deb qilgan. Demak, ma'lum vaqt inson o'zining bolasining bo'lmasligini tashabbus qilsa, izdisa masalan, mayli bu ayna balalarning uşaqlıq səbəbindən bolsun. Mayli ayalınınki kesel olub qalğanlıq səbəbindən bolsun. Mayli özü bir yerdə ikən, yəni bir yerə ketməkçi ikən, səfər qılmaqçı ikən, məsələn, baldır olub qalsı, yanından bal toğub qalsı, pasport alanmaydı ikən, ya o oldu ikən, bu oldu ikən, nurgun səbəblər bən həyatda insan duş kildiğən. Muşina səbəblər tüpəyildin, məlum vaqt 2 yıl, 3 yıl ya ki muşina kiçik tüysə, kiçik duruş üçün məlum çarı qollansın şu boludu degen. Er-ayal ikisi ittifaq keldi. Er-ayal ikisi ittifaq kelgan asosda. Bununla eng yengildan başlash lazım degen. Yani eng asını, eng yengili, ayalga eng qaysi eng zini az. Mesela eng zini azını köpinçe halatda dardaglik alimlar mesela bugünkü günde dariş onundan keyin bunda taraqqiy qilish lazım degen endi. Başlamalik avlatlarni achirgan ahvolni amal qilib shu boshqa qilmaslik. Mesela shuni tashabbus qilgan. Demek bu balını çekleş yani retleş için ma'lum kechiktirish meselesi kaçan durust ise er ayal ikisi ittifaqlashib
turib er ayol ikkisi birisi-birisini nima ish qilayotganligini bo'lib turgan asosda bo'lsa, kechiktirib turish durust. Ya'ni cheklash uslubini, vositani qo'llanishning o'zi shu durust. Asıl degan suolninki arlig'ida masalan ya yangidan to'y qildi kelishamasligim mumkin dedi. Masalan yoki bolarim jiq dedi. Bularcho desa inson to'y qilgan vaqtda chuqur odam bilan men bir kelishiman deb shu niyat bilan to'y qilish lozim. Ashuna to'y qilsa inshaalloh Alloh subhanahu va taolo va ja'ala baynakum mawaddatan va rahma degan Qur'oni Karimda er ayol o'tirisiga chuqur bir muhabbatni saradi. Unda ko'z yetmagan yerga aldirab to'y qilmaslik kerak. To'yni qilgandan keyin o eriga uqtumay unda cheklab turishning o'zi bu to'g'ri emas. Agar cheklashga to'g'ri kelsa, eri bilan shu gapni aniq deshab, masalan, biz ham ishkilayimiz yangidan nim qildik. Turmushimiz qanday urdi, mijozimiz kelishimdi, kelishmamdi, uni uqmaymiz. Shunga bir yildan keyin bola ko'rsak deb deyishib qilsa, o'zining ishi. Lekin ishkilisi shu, birisi-birisiga uqtumay turib, bar cheklash vositini qo'llanish bu shariatda harom. Endi ikkinchi ahvolga o'tkalsak, bir ayolning bolasi jiq yoki kasal, masalan, kasal, homildor bo'lsa, chuqur bu ayolning mumkin hayoti xatar yetishi yoki bo'lmasa, ig'ir kasal bo'lib ketishi. Bu shunday holat qanday qiladi desa, bu xil holatda chuqur bu ayol o'zining hayotini qo'g'dashga mukallaf. Eng birinchi bo'lib, texi dunyoga kelmagan vücutda yo'q bo'lgan balini qo'g'dashga emas, balki o'zining hayotini qo'g'dashga shu mukallaf. Unda bo'lgandan keyin ishonchlik doktor, ishonchlik doktorlar siz homildor bo'lsangiz, sizga ig'ir ziyonliq. Homildor bo'lishingiz bugungi kunda sizga nurg'un xatarni elib keladi deb homildor bo'lishdan ogohlantirgan bo'lsa, chuqum ya hayatınız xavf kuchraydi yoki siz ig'ir kasal bo'lasiz yoki homildor bo'lib qolsangiz balini aytdi bir xil meyib tug'ishingiz mumkin, holingiz xatarlik degan bo'lsa, ishonchlik doktorlar bu chaqda cho desa, bu ayol mumkin bo'lsa iriq deb tushuntirib, doktorlar bunda da'vatidi. Sening holing xarob bo'ladi, manda kasal bo'lib ketasan, ya uylab ketishing mumkin, ya balang manda tug'ilishi mumkin deb doktorlar manda da'vatidi. Şuna men bir kesilimden saqayg'irchilik bir mezgil kechiktirib to'saq deb eriga deyishi afzal. Ya'ni eriga desa, erimi bunda holatda desa, sen nim bo'lsang bo'l, o'lsang o'l, bana bal lozim, xotin lozim emas. Aynan deydigan odamlar bor unda hayotda. Bola bo'lsa bo'ldi, menga xotin lozim emas, sen tug'ib berib o'lsang o'lasa deb masalan, menda tarsalik qiladigan ishni akishim uchun qilmaslik lozim. Çoxum o ayalınınki canını qoğdaş, o ayalını xatardan qoğdaş her bir erinin mesuliyeti. Bommuğan, hatta çekleş uslubunu kullanmağın asaslı mı mümkün bommaslığı balı degen. Şundak mı? Buluşum mümkün, bommaslığım mümkün. Buluşum mümkün, bommaslığım mümkün boğan bir işini de hayat boğan bir canlı özünün ayalını xatarga ittirish, xatarga tevekkül qilish bu to'g'ri emas. Ermo bunda holatda chuqum ayolni qo'g'dash uchun, ayolninki ig'ir kasal bo'lishi ya o'lib ketishining oldini olish uchun sabab dunyosidan doktorlarning gapiga asosan ayolninki bu tarbiyaga qo'shilgan asosda cho desa, balini cheklash vositasini qo'llansa bo'ladi. Bu yaxshi. Lekin yuqorida deganda tarsa odamga unmaydi ekan. Menga bal lozim, xotin lozim emas, sen nim bo'lsang bo'l. To'g'pa menga balni. Deydigan adamken. Bunda o'qqas şu desa, bu erga uqtumay ayol kishi to'g'ri cheklash uslubini qo'llansa bo'ladi. Nima uchun desa, bu ayol eng birinchi bo'lib o'zining hayotini qo'g'dash vojib ayolga nisbatan. Kelmagan, tug'ilmagan, qo'saqti yo'q bo'lgan balini qo'g'daytam deb o'zining hayotini xatarga yetkazsa bo'lmaydi. Mushkil holatdalam, ya'ni ayol ig'ir kasal bo'lib ketirgan, ya o'lib ketish ehtimolli bo'lgan, yoki balini meyib tug'san deb zot ishonchlik doktorlar mushundaq guvohlik bergan musulmon doktor. Ishonchlik doktorlar mushundaq guvohlik bergan sharoit ostida shu chaqdlamcho eri unumaganda, ya'ni eriga deyish lozim. Eri zodi uni unumaydi ekan.
Zat to'g'pirsiz bal lazım, xotin lazım emas deydigan noch ekan. Aşında bu qasço bu xil holatda ayol kishi balini cheklash uslubini, vositasini ishlatsa durust. Yuqorqi javoblardan chiqib qoldi hamda. Yana bir savol. Masalan, ikki dona o'quvchi bor, hozirgi Turkiyaning sharoitida. Qizim o'qiydi, o'g'lim o'qiydi hamda. Bularniki bir to'y qilib o'qiylar degisi keldi, to'y qildi, lekin o'qishimiz bitib bo'lgachakka 2-3 yil bir balamiz bo'lmay tursa deb ikkisi ittifoq qilib buningga sabab qilsa bo'ldi-ku. Burada ikkisi ittifoq kelgan asosda ma'lum mezgil kechiktirib turish amalini qilsa bo'ladi. Endi 3-chi savol bo'lmoqda. Masalan hamda yuqorida mazroq nima qildi? Bir hozirgi masalan bu Turkiyaninki sharoitida ba'zi kullidikan ishlar. Ham ba'zilarninki shundoq ayollarmi bor degan gaplarmi bo'ldi. Shuningga asosan bu savol bir aniqlab ketsin deb nima qildik. Bir yoki bir ayol hamda xususan bir ayolninki xavri yo'q holda to'y qildi, ya'ni to'y qildi, lekin ma'lum muddatdan keyin yoki muddat to'xtatmagan holatda bu ayolni bir olay hamda. 5-6 aydan keyin Yevropaga ketaman yo bir boshqa ishim bor. Shu ishim bitib bo'lgachakka, meni bo'ytoq yashab bo'lgachakka to'y qilg'ashtiray. O qachon ishim bitsa sizni berib ketaman deb uni niyatida bormda, lekin anda 1 oylik, 2 oylik yo 6 oylik deb aniq muddat bekitmadi. Faqatlab taloq qilish niyati bormda. Uni bilan anda bir mushuning umrlik ayolim bo'ldi deydigan niyati yo'q. Mushu holatda bir ayolni nikoh olsaganda bo'ldi. O'sha shaklda bu ayolg'imi geçerli, bir ayolmi masalan hamda hozir o'tganda ba'zi ayollar deb keldi, qanchalik to'g'ri bilmaymiz. Masalan Istanbulda bir ergitiga anda uzun muddat bir bulashib qilish niyati yo'q holda. Uningdan yana uzoq qolmay ajishib, uningdan iddatdagi uy kirosini olib yana iti chiqqan, yana ayetiga qoldigan ahvollar yuz beryotdi degan masalalarni o'tirib chiqdi hamda. Mushu ishki so'ng'inki shariatdagi hukmi nima? Bismillahirrahmanirrahim. Asl shariatda bu nikoh, to'y qilish, men mangu yashayman degan niyat bilan bo'lish lozim. Bu istimrariya, ya'ni davomlashishni talab qiladigan, mangu yashash niyatida qiladigan ish to'y qilish deganlikning o'zi. Shuning uchun har qanday ayol to'y qilgan vaqtda undaq ajrashib ketishni niyat qilib to'y qilishi bu to'g'ri emas. Bu birinchi nuqta bo'lish lozim. Ya'ni to'y qilgan vaqtda chuqur men mangu yashayman degan niyat, g'oya, maqsad bilan to'y qilish lozim. Ikkili taraf. İnşallah mushuminingki mangulik yo'ldoshim bo'ldi, mangulik ayolim bo'ldi degan deb mush xolis niyat bilan qilish kerak. Xolis niyat bilan mangu yashayman degan umid, g'oya bilan, orzu bilan qilish lozim. Turmushni qudi nurg'un erlar ashna yashayalaydi. Nurg'unlari undaq yashayamaydi. Har xil kriz chiqdi, xafalık chiqdi, bu ayrim masala. Lekin baş niyat shu mangu yashayman degan umid, g'oya bilan bo'lish lozim. Bu birinchi kallamizda aniq bo'lashiq tegishlik masala. Xo'sh. Chunki Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda bu to'y qilishga buyurgan, tashabbus qilgan, payg'ambarlarning to'y qilganligini alohida bayon qilgan, bizning payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam to'y qilishga buyurgan. Hech qaysida bu to'y qilgandan keyin ajrashib ketishning buyruq yo'q endi. Ajrashib ketinglar deydigan buyruq yo'q. Hatta ajrashib ketib qolgan taqdirdimi
Ve la tensavul fadla beynekum deb tavsiye kılığılık Kur'an-ı Kerim. Ajrışıqqa teşebbüs yok, buyruk yok. Fakat çıkışanmısanla, turmuş caydı bulmasan, çıraylık koyuvetinglar ayalını. Koyuvetken vakitte mu, izanının yakşı küllerini, köngüllik ötken zaman, vakitlarını unutup kalmağını özara muamil kıyganda, dep teşebbüs kıldığın dinma. Şunun için, menguluk yaşaş niyeti ölen buluş lazım. Lekin, sıl degendek, aşındak, niyetten bir adam bir yere sefer kıldı. Ya mağadın Avrupa'ya bir ketkisi var. Bu yerde bir yıl turup kalışı mümkün. Bu vakitte xotinsız jüse aram kuşup kalışı mümkün. Mesela qanda sebepten bolsa hazır xotinni ağaç durayqını. Keyin ya ki elip kitemmey qalsam quyu tamamış adı. Xitini veraman deb aptu. Ya ki ayal kişi olsa bir tigeyama adamga xil yama emas turdu. Ajrışıp kitame. Ajrışıp ketsem toyluqni aldı ekanman, iddet haqqini aldı ekanman, nurg'un tarafdan payda oldu ekan manga. Dep ayal olsumu yok yerden sebep çıkarıp ajrışishni niyet qilgan asosda toy qilsa bu umumi şer'i tarafdan mushundaq toyni qilib yaşagan turmuş bu zina bo'lamdi yoki halal axutun bo'lamdi desa bu halal axutun bo'ladi. Yani bunun hükmü ravrus şer'i tarafdan çünkü bunu nikaba şer'i toydu banasından hemmisi bağımdı bu. Niyetini çünkü Allah bilirdi. Şu adam yüzü bilirdi. Başkalar bilmeydi. Onda boğan dikin meyli ervasın ayalı olsun. Herkes için nikah sabit. Nikah sabit. Yani nikahınki doğru ikenliği de şıkındak şek yok. Çünkü nikahda bulaşık digişlik hem inese aldım tekdim deyiş ba, iki taraf ittifaklaşkan, mehru toyluk ba, velisi olsun, velinin razılığın ba, hem mi toydu bulaşık digişlik hem inese ba. Onda boğan dinkin bu diyanet taraftan, meyli qada taraftan çoğu bula ahutun. Çünkü niyetini Allah bilirdi, biz bilmeyimiz. Bula ahutun, yani ahutun diyenlik, bula biz öyle kitip kalsa yani biz miraslarıdı. Mesela, yani talaklı itip kalsa bunun iddet hakkını birdi. Mesela şu emmi normal ahutun şeriatta normal ahutunun ahkamı kirdi, balısı olsun şunun balısı bu erhutulluk meselesinin halallığı da hiç kandak şek yok. Yani halal ahutun bula. Şundak niyet ölen bosumu. Lekin nim işini qilgan bo'ldi desa haram ishni qilgan bo'ldi yana bir tarafdan. Qaysi tarafdan haram ishni qilgan bo'ldi desa qarshi tarafni aldash. Er olsun yoki ayol olsun agar aniq desa qarshi taraf mumkin tegmasligi mumkin ayol kishi bo'lsa. Men hamda menga aytish niyatim yo'q ham sizlar bilan bir 5-6 oy birga yashaylik deb shunday qilyapman desa bunun da çoğum köpünç arette ayal kişi tegmeydi. Ya ki er kişi olsa onda 3-4 ay öğü tutup acırışıp getiren xotun ne? Ermu ammaydı. Onda boğan din kiyin bunun da aldaşva karşı taraf ne? Ve şundakla yalgancılık var hem de. Yalgancılık var. Şunun için bu adam bu işini kıygallığı için aşında talak kılış niyeti olan xotunun ağallığı üçün haram bir işini qilgan bo'ldi. Aldaş oğallıqdan. Aldaş men gashshana feleysa minna degan Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Aldığallah bizning işimizden yani bizning ümmetimizden işidan emas deb agahlandırgan yalğançılık, aldaş, goldaş ve karşı tarafga zulm qilish var. Bularning hammasi şu haram iş. Muş haram işini qilgan bo'ladi, bununla egir günahkar olur. Haram cinayetini qilganligi uchun nikahsiz günahkar olur, lekin matrapdan matrapdan çoğu desa bu günahkar olur demde. Şuna heliqi bu mutaaga o'xshamaydi tabiiy holda. Mashialning qilgan mutaa deb vaqtliq to'y qilish masalasiga buning o'xshamaydi. Chunki u aniq shu nikah qilgan vaqtda sharti bor endi. Shial nikah shu nimasi bo'yicha mutaa degan manchilik $1000 berdimi mesela 2 ay xotin qilma deb oladi. 2 ay muddat tutgan vaqtda bu o'zligidan bu taloq qilmasimi uchun ajrashib ketadi bular. Shuning uchun niyet taloq qilish niyati bilan qilingan bu to'ydi-chu desa, bundaq ahvol yo'q. Bu odam unda deyishmaydi u gapni.
o'ttirib qo'ymaydi, shartlashmaydi. Xuddi boshqalar hammadan cho desa, qizi bo'lsin, yo qizning valiylari bo'lsin, do'stlari bo'lsin, hammasi bu cho'qim mangulik to'y qildi deb qaraydi. O niyatni bir kishi bilgin olmagan ekan, ishidikini. Shuning uchun bu mutoyaga o'xshamaydi. Buning to'y qilgan natijaga qarta bu to'g'ri bir to'y hamda. Ya'ni shu normal er-xotinlar o'rtasida qanday huquq, mas'uliyat, majburiyat bo'lsa, bular o'rtasida shu bor. Lekin bu xato ish qilgan bo'lamdi, to'g'ri ish qilgan bo'lamdi, bunda niyat bilan xotnalash desa yoki agitigish desa, harom ishni, xato ishni qilgan bo'ldi. Shuning bunda qilmasligi lozim. Har qanday vaqtda chuqum bu to'y mangolu yashayman degan niyat bilan bo'lishi lozim. Yushurib, o'zining niyatini yushurib, talaq qilish niyati bilan xotin elishning o'zi harom. Bu xato. Bir odam ashuna ag'am bo'lsa, mana xotni damdoq ya bu harom ish qilyapti damdoq desa, yakkaga vaqt shu desa, qilib qo'ygan bo'lsa bu odam, qilib qo'ygan odamga qarta, bu odam gunohiga tavba qilish lozim. Agar keyin nima qilsam. Keyin bo'lsa-mu, gunohiga tavba qilish lozim, o'zining xato ishni qilganligiga, lekin xotin bilan mangu yashab ketsa, talaq qilmay bo'laverdim. Umumiy xotinlik haq huquq ishkilesininki bizda xotinlik haq huquq bo'ladi. Allah razı olsun. En ahirki sual. Bunu burun korona yeni başlama bastığımı bir azrak to'xtalgan bu meselede. Hem de İslam'daki kol tutuşup yoki quchoqlashib kurashishninki hukmi nima hamda. Buni bir qilsak, hozirgacha biraz xususan korona zamanida bu masala aydınlanmasa bo'lmaydigan ahvol qolibdi hamda. Normal vaqtida kurashib qanday kurashsak qanday nima bo'lmaydi. Hozirgidek masalalarda qo'lshib kurashmasa yoki bu mug'ambar mutakabbir deydigan kumalar chiqishi mumkin. Yoki bu islomning shunday bir sunnatdan beni inkor qildi yoki amal qilmadi buningga deydigan qarashli ahvollar yuz berishi mumkin. Bu shuni bir aniqlab olsak, millatimizning kallasida aydin bo'lsa. Birinchi o'lab bu qo'l tutishib, ya'ni ikki musulmon uchrashgan vaqtda qo'l tutishib kurashishning o'zi islomdagi buyuk adab axloqlarningki biri. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'ninki sünnetlerden bo'lgan bir sünnet. Şunun için bu kurashishning o'zi çoğu deyse adette insanların hemmesidek adavetini juydigan, qalbdagi hasadlarni paklaydigan, düşmanlashib qolganlarni do'stlashtırdigan ish. Hozir biz urushib qolganlarni nima deymiz? Isloh qilgan vaqtda bir kurashinglar deymiz endi. Ay nima uchun desa, bir qo'lni tutishib bunda kurashgandan keyin qalbdagi nurg'un ochiq labbida shu tugaydigan gapkan. Shuning uchun Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam büyük bir hadisda Abu Davud bayon qilgan: "Ma min muslimayni yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahumā qabla an yaftariqā." Her qandaq ikki musulmon uchrashib bir yerda ikkisi qo'l elishib kurishsa, Allah subhanahu va taala bularning gunohlarini shular ayrilib ketishdan buruncha afu qilib yutdi deb mushnaq degan. Ya'ni bu yerdagi gunohlardan bo'lgan maqsad tabiiy holda kichik gunohlar. Shon gunohlarga tavba qilish lozim inson. Shuning uchun bu sahobalarning zamonidan tortib, Rasulullohning zamonidan tortib o'zaro kurashishning o'zi islomda bo'lgan, hatto butun insoniyatda bir ahvol endi bu. Ya'ni butun insoniyatda bu kurashishning o'zi musulmondan kafirdan ish hamda. Dunyodagi insonlar qarasak. Shuning uchun normal holatda chuqum kurashishga ahamiyat berish lozim. Chunki bu payg'ambarimizning sunnati, sahobalarning sunnati, bizning salaf o'tgan olimlarimiz butun ummatning tutib mangan yo'li mushu. Bu adamdan mushuna bilan deyitaylik, bir qo'l bilan kurashsin bo'lamdi yo ikki bilan kurashish lozimmi degan bir masalamiz chiqadi. Endi deyishim, bizning ishimizdagi ba'zi
kishilar bu ikki qo'l bilan kurishish bid'at masalan. Bir qo'l bilan kurishish lozim deb manda deganlar bor. Biz umumiy dinimizni qarasak, olimlar buni eng yaxshi yo'l qaysi desa, bir qo'l bilan kurishish bilan sunnat ado topadi. Bir qo'l bilan kurashsa sunnat ado topadi. Lekin ma'lum bir xalqning urf odati, bo'libmi go'zal axloqliq musulmonning urf odati, axloqi bu bir qo'l bilan kurashishning o'zini takabburlik deb qaraydi ekan. Bu ko'zga ilmaslik deb qaraydi ekan. Bunday yada bo'lib qolsa, chuqur shu urf odatga tushib, ikki qo'l bilan kurishish lozim. Lekin normal holatda takabburlik deb tushunmaydigan, masalan, arablarning jiqlarida tushunmaydi, masalan, turklarning tushunmasligi mumkin. Bir qo'l bilan kurashsa normal bir munosabatga ta'sir etmaydigan yerda-chu, bir qo'l bilan kurashsa bo'ladi, sunnat ado topadi. Ikki qo'l bilan kurishish masalasi-chu desa, bu durust, joiz. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Ibn Abbasga tashahhudni o'rgatgan vaqtda Ibn Abbasning Buxoriy bayon qilgan hadisida mening ikki alqinim Rasulullohning ikki alqinida debchu alohida ashunichu bayon qilgan. Hatto Anas ibn Malik radhiyallohu anhu Rasulullohning sahobalari mushuna o'zlari kurishamti birisi bilan desa, albatta ashunda kurishdi deb javob bergan. Ibn Mas'udninkin, men abatni Ibn Abbas debdimi? Ibn Mas'ud radhiyallohu anhu Muslim va Imom Buxoriy bayon qilgan hadisda allamani Rasululloh sallallohu alayhi va sallam at-tashahhuda va kaffiyya bayna kaffayhi. Payg'ambar alayhisalom menga tashahhudni o'rgatdi. Mening ikki alqinimcha Rasulullohning ikki alqiniga qo'yilgan holatda mushunda o'ltag'izib menga o'rgatgan degan. Demak, bu yerda ikki alqanni tutish mayli ko'ngil berish yuzidan, mayli axloq yuzidan cheklangan bir ish emas endi. Bu xato deganlar Rasululloh ikki qo'l bilan kurashishdan chekildi deganga dalil keltirish lozim. Bo'lmasa u alaqa bir qo'l bilan kurashsak bo'ldi, ikki qo'l bilan kurashish bid'at bu deyish bu to'g'ri emas. Hatto Imom Buxoriy radhiyallohu anhu rahimahulloh muallaq holatda Hammad ibn Zayd radhiyallohu anhuninki Abdullah ibn Muborak bilan ikki qo'l bilan kurashganligini Imom Buxoriy bayon qilgan. Demak, Imom Buxoriy kim o'zi? Salafning eng beshi. Salafning eng beshi mush kurishish haqida hadisni rivoyat qilgan vaqtda va safaha Hammad ibn Zayd Abdullah ibn Muborak bi kilta yadayhi deb bayon qilgan. Unda bo'lgandan keyin shunga olimlarimiz umumiylik ikki qo'l bilan kurish durust ish, xato ish emas, bid'at emas. Bir qo'l bilan kurashsa sunnat ado topadi degan. Bugünkidek mushunaq kasalning yuqib qolish ehtimolligi bor. Ya'ni insonlar ansiraydigan bunda holat shu desa, insonlar kurashmasa bu durust, kurashmaslik to'g'ri. Chunki bu bir kasalningki yuqib qolish ehtimolligi bor endi. Shu orqali ojiz ehtimollik bo'lsa-mu. Jiq olimligi haliqa kurashish bilan yuqmaydi, lekin kurashgandan keyin kasal va odamni bilan kurashib, keyin ya ko'zlarini ya burunlarini tutishi bilan qo'lni yuvmay turib, andan yuqib qolishi mumkin deglik buni doktorlar. Shuning uchun bir ehtimollik bo'lgandan keyin bugungi kunda musulmonlar biz bilan qo'l olib kurashmay, salomlashsa inshaalloh sunnat ado topadi. Salomlashish bilan kurashmaganlikning o'zini takabburlik deb tushunib olmaslik lozim bugungi kunda. Buni normal qarasak bo'lgan bir ahvol. Kasal zamoni bo'lgandan keyin shun kurashmabdi deb tushunsak bo'ladi. Rahmat, Allah razı olsun. Başka numusu programımızın tugatsak. Hürmetli qarindoshlar, bugünkü savol-javob programımız müşahede ahirlashdi. İnşallah başka programlarda görüşüş ümidi bilan hammalarini Cenab-ı Allah Teala'ga topshirdik. Xayr, xo'sh, aman bilan. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.